Voy, assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana Azzakani kataklari bitdi. Mana xudo xolisa bedanalarni joylab oldik. Mana o'zlari soat 1 bo'lishiga qaramasdan ozgina muammo bo'lib qoldi. O'zlari kelib, Farg'onadan kelib tuzatib ketyaptilar. Azzaka, gap yo'q sizga lekin. Shunchalik mana baraka topdik. Xudo xolisa zakaz bo'lsa, akamizga murojaat qilaverasizlar. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana akamiz bemalol kelib, qanaqadir muammo bo'lsa, kerak bo'lsa onlayn ham tushuntiraveradilar. Juda bo'lmasa o'zlari kelaveradilar mana. 1-2 bo'lishiga qaramasdan o'zlari sababchilar, o'zlari boshqalarga ketib qolganlar. Lentani pichoqlarini qo'yishmasdan ishlab borishibdi. To'g'ri. Qirmaganda tayyorga ketibdi. To'g'ri. O'shaning uchun e'tiborli bo'lishinglarni talab qilamiz va so'rab qolamiz. Mana boshqatdan hozir mana cho'tka qilib ketishyapti. Qiradigan narsasini qo'yilmagan ekan. Kecha bu bedanalarni ko'chirish jarayonida ozgina miya achib qolgan. O'shanga yoqdan nimalar qiradigani qo'yilmagan. Troslar tortilmagan ekan. Shuning uchun mana 1-2 bo'lishiga qaramasdan Farg'onadan kelib to'g'rilab ketishyapti. Gap yo'q. Qolganini mana tushuntirib, hozir ko'zlari tushuntirib nima qilib ketishyapti. Soat mana 2 dan 34 minut o'tdi mana. Biz hali uxlaganimiz yo'q. Ana shunaqa. Tirikchilik shunaqa ekan. Sog' bo'lasizlar.